O'rtoqlar, bugun bizga krevetka uzdan yana mazali taomlar keldi. Mana hozir bularni sizlarga ochib ko'rsataman. Bismillah. Mana. Krevetkalar. Bular xuddi KFC'ga o'xshab qo'rilgan varianti. Mana. Свежий. Yodaysa. Nobuk kelgan bor-ku, krevetka uzdan topib kelish shunaqa. Nobuk keladi. Лягушка. Voy lягушка emas u. Midila. Lягушка deydi o'g'lim. Men midini shunaqa yaxshi ko'raman, o'rtoqlar. Mana. Kim yaxshi ko'rsa dengiz taomlarini bemalol krevetka o'ziga buyurtma bersanglar, qaynoq qilib kelishadi. Свежий. To'la mazasi zo'r buni mana. Voy, mama zo'r ekan. Oling bolam. Krevetkadan ye. Rosa ajoyib. Shunaqa zo'r pishirilgan. Xuddi usti KFC'dagida. Krevetka yaxshi ko'rsanglar, вообще mazza. Chig'anoni bilasizlar, ochib, ichiga limon suvlarini siqib, yeysizlar, pishir zo'r. Mana qaranglar, shunaqa mazali mana krevetkalar klarda pishirilgan. Bismillah. Go'shtli, rosa mazali. O'rtoqlar, midi chig'anonlashni yaxshi ko'raman. Bunda ochamiz, guruchlar bilan pishirilgan guruchlar. Limonlarni siqib. Mana, bismillah.